Hammaga salom, men ismim Kumush. Agar meni sahifamni ilk marotaba ko'rayotgan bo'lsangiz, sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Bugungi videoda sizlar bilan esa har kunlik makiyajimni qanaqa qilishimni ko'rsatib beraman. Videoni ko'rishdan oldin yoningizga issiqqina choy, qahva yoki muz sekin ichimligingizni tayyorlab olishingiz mumkin. Shu bilan birga meni Telegram va Instagram sahifalarimga ham obuna bo'lishingiz mumkin. Juda ham xursand bo'lardim bundan. Xo'sh, ana endi videoni boshlaymiz. Hammaga maroqli tomosha tilayman. Makiyajni boshlashdan oldin qanaqa lifehacklardan foydalanishim haqida sizlar bilan qisqacha bo'lishmoqchiman. Bu yerda qaysidir produktni reklama qilmoqchi emasman, shunchaki haqiqatda o'zim bir necha oydan beri ishlatayotgan kosmetikalarimni bo'lishaman. Bitta kosmetikani ko'pincha to'g'risini aytsam qayta olmayman, uni yengillab turishga harakat qilaman. Juda haqiqatda bir 200% yoqqan kosmetika bo'lsa qaytib olaman. Qolganlarini yangi chiqqan kosmetikalarni test qilib ko'rishni yaxshi ko'raman. Xo'sh, men o'z tabiatan yuzim quruq, shuning uchun yuzimni yuvib chiqishim bilan uhud qilishim kerak bo'ladi. Bo'lmasam o'sha qanchadir vaqt o'tkazib yuborsam, yuzim u kosmetikalarni qabul qilmaydi. Shuning uchun agar kosmetikalar yaxshi singishni xohlasanglar, makiyajdan oldin bitta yuzni yuvamiz. Men penka bilan yuvib oldim va srazu syomkadan oldin mana shu Rod firmasini molachkosini surib oldim. Bundan keyin hozir sizlar bilan birgalikda mana shu fluidni suramiz. Buni o'zi komplektida yana kremi ham bor, lekin o'sha hozir kun isigani uchun kremdan foydalanmayman. Fluiddan keyin srazu SPF suraman. Patchilarim bir 10-15 daqiqa turdi, olib tashlayman buni. Uhud qilayotganda orada bo'ynimga ham surib ketaman, chunki bo'ynimizni ham terisi juda ham nozik hisoblanadi va doimiy uhudga muhtoj bo'ladi. Ana endi SPF ga o'tamiz. Menda Choson firmasiniki. Aytganimdek, kunlar уже isigani uchun Rod firmasini kremini surmayman makiyajdan oldin. Bo'lmasam yuzim slishkam krem bo'lib ketsa ham og'ir tuyuladi yoz faslida, shuning uchun ko'proq SPF suraman. Agar hijobda bo'lmasangiz, SPFni bo'yningizga surishni ham maslahat beraman. SPFni ham surib oldik. Ana endi tonga kelamiz. Men mana shu ikkita narsani ishlataman. Bittasi Chanelni tonalni va kushon bo'ladi. Kushonni nimasi kerak bo'ladi desanglar, ko'pchilik makiyajni yotqizishda yoki kisdan yoki sponjikdan foydalanishadi. Menga u ham bu ham unchalik to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun men kushonni o'zidan ichidan chiqadigan mana shunaqa gubkachasini juda ham yoqtiraman. Sababi o'ziga ko'p tonalnini shimib olmaydi va yuzingizga juda ham chiroyli holatda tonini bir xil ravnomerniy qilib yotqizib beradi. Buni mana shuni yuvib ishlataman men. Sizlarga lifehack. Ton yaxshi ochish uchun men tonalnini ozgina qo'limga ikkita tomchi tushirib olaman. Menga aynan mana shu tonalnini nimasi yoqdi? Ichida o'zini увлажняющий teksturasi bor. Juda ham quyuq emas, yengil. Qo'limda ozgina tonalnini qizdirib, ya'ni bir xil ravnomerniy qilib yuzimga mana shunaqa surib chiqaman. Xo'sh, ana endi kushonni gubkasini olamiz. Обязательно bu gubkani doim yuvib ishlatinglar. Yuz qanchalik yaxshi увлажнять qilgan bo'lsa ko'rdinglarmi? Tonalni ham shunaqa zo'r yotib beradi. Даже sponjikda ortib ham qoldi. Concealer men Kylie Cosmetics'gina ishlatyapman. Menga juda ham yoqdi. Kichkinagina tochka qo'ysanglar ham yetar ekan. Bu degani uzoq muddatga yetadi. Menimcha ancha ishlataman buni. Bungacha ham boshqa konsilerlar ishlatganman, bunchalik yoqmagandi. Kylie'niki prям yoqdi menga. Ko'pchilik bilsanglar mundoq surishadi. Buni unaqa surish shart emas ekan. Unaqa sursanglar slishkam bo'lib ketar ekan. Sponjikda ortib qolganini qovog'ini tepasiga ham qilib yuboraman men.
Hozir endi qoshimni bo'yayman. Mana shunaqa va men buni Yaponiyadan olganman. Yaponiya mahsulotlarini ishlataman ko'pincha. Qayerdan olganimni ham opisaniyada ko'rib ketishingiz mumkin. Ko'rganinglardek mashinadan ozgina chizdim va uchiga ozgina qo'shdim. Qoshlarni ozgina uzunroq ko'rsatish uchun. Va qoshni yo'nalishidagi mana shunaqa ozgina qo'shib chiqamiz. Tayyor. Mana hozir bir yoq tomon qoshimga chizganman, bir yoq tomon qoshimga chizmaganman hali. Raznicasi katta bo'lmaydi, lekin prям ozgina xojinliroq bo'lib turadi. Qoshni bo'yab bo'lganimizdan keyin yaxshilab taraymiz. Chizgilarimiz ravnomerni tarqalishi uchun. Keyingisi men eng yaxshi ko'rgan etapim rumyani surish. Rumyanani juda ham yaxshi ko'rib qolganman. O'zimni to'xtata olmayman rumyani surishdan. Oxirgi vaqtda eng sevib ishlatayotganim Estee Lauderni mana shu stikli rumyanasi. Qanaqa ishlatamiz? Qo'limga mana shu ko'rinishda qizdirib surib olaman. Bunda kistga olish ham udobniy bo'ladi va rumyani ham ozgina erib, juda ham udobniy yuzga yotib beradi. Kistimizni olamiz, qo'lga surganimiz ozgina yig'ib, surishni boshlaymiz. Men burnimdan boshlayman. Chunki burunga surilgani ham menga yoqadigan bo'lib qolgan. Tepagacha olib chiqaman, чтобы tabiiy rumyani bo'lishi uchun shunaqa tepagacha olib chiqaman rumyanani. Rangidan qo'rqib ketmanglar boshida. Agar stikli ishlatayotgan bo'lsanglar, boshida juda ham rangi to'q ko'rinadi. To pomadanglarni surib, boshqa etaplarini tugatguninglarcha ko'rasizlar, juda ham rangi ocharib, tabiiylashadi. Ozgina bu yoqqa va bu yoqqa surib olishingiz ham mumkin. Men negadir bilmadim, konturing bilan chiqishmaganman. Shuning uchun konturing ishlatmayman, faqat rumyani ishlataman. Keyingi etap labimizga mana shunaqa qalamimga sodiq qolgan holatda hozirgacha ishlataman. Shu qalam tint Xoylika-Xoylikadan va Gisovni mana shunaqa bleskini ishlataman hozir sizlar bilan. Birinchi etapda biz tint surib olamiz. Tintlarni menga nimasi yoqadi? Uzoq vaqt turib beradi rangi. Ovqatlansangiz ham ketib qolmaydi, tabiiy bo'lib turadi. Men juda ham ko'p surmayman tintni. Ozginagina surib olaman, shuni o'zi menga kun davomida bemalol yetadi. Bitta labimga surib, shunchaki qizartirib olaman. Endi qalam suramiz sizlar bilan. Qalamni konturdan chiqarib olmaymiz, lekin mana shunaqa ozgina rastshofka qilsak, prям qalamning rangi bo'lib turmaydi-da, tabiiyroq chiqadi. Ko'rishingiz mumkin. Ozginadan surib olman, shuni o'zi ham ozgina peribordagi ko'ryapman o'zimga. Lekin bu vaqtincha keyin tarqaydi. Kun bo'yi yurganinglarda. Keyingi etap bleskka. Menga ko'proq lab matoviy finish emas, prям siyaj qilib turgani yoqadi. Kimga qanaqa xohlasanglar, shunda tintni o'zida qoldirsanglar ham bo'ladi, yoki ustidan qanaqadir bestiotnayroq bo'lgan blesk sursanglar, mana shunaqa ko'rinadi. Endi navbat fiksatorlarga, bittasi qosh uchun, bittasi yuz uchun. Qoshga men Influence'ni ishlataman. Bu firmanikini ham yoqtirganim uchun ikkinchi marta sotib oldim. Bundan oldin Pussy brendinikini ham ishlatganman. Ko'rgan bo'lsanglar kerak. Rossiyani o'zida ham juda ham ko'p reklama qilingan, lekin u qoshni ozgina oqartirib qo'yadi. Shuning uchun bir marta olgandan keyin qaytib olmadim. Influence'ga juda ham qimmat emas, 100 ming atrofida sotib oldim va qoshni oqartirib qo'ymaydi. Prям tabiiy fiksatsiya qilib berishi menga yoqdi. Ana endi oxirgi finishimiz. Fiksator ikki xil brendnikini ishlataman. Bittasi Charlotte'niki, bittasi Kylie brendiniki. Kylie'niki biroz matoviy finish beradi, a Charlotte'niki matoviy finish bermaydi. Makiyajlar o'zi qanaqa bo'lsa, shuni qoldirib beradi. Ana, yana bitta lifehack, agar rumyaninglar ko'paygandek tuyulsa, yana mana shu sponjik olib,
ozgina yurg'izib chiqsanglar bo'ladi. Shunda ozgina kamaytirib beradi sizlarga rangini. Shuning uchun qo'rqmanglar. Перебарщивать qilib olishdan qo'rqmanglar, chunki buni bemalol mana shu sponjik orqali kamaytirishinglar, o'zingizga to'g'rilab olishinglar mumkin. Men makiyajdan keyin ozgina o'zi ko'zimni tagiga yana bitta sponjdan yurg'izib yuboraman, chunki oxirida konsiler baribir qolgan bo'ladi. Shuni mustahkamlash uchun bitta yurg'izib yuboraman. Bu shunchaki повседневный makiyajim. Повседневный makiyajda ko'zimga teng yoki podvodkalar surmayman. Shunchaki обычный ton qilaman, rumyani qilaman, pomada qilaman, xolos. Ushbu video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Sahifamga obuna bo'ling, videoga like bosishni esingizdan chiqarmang va ushbu makiyajni albatta sinab ko'ring. Sizlarda ham o'xshashiga chin dilimdan ishonaman. Sizlar bilan kumush bo'ldim. Kelasi videolarda ko'rishguncha deb qolaman.